Assalomu alaykum. Profsoyuzni vznosi kasaba uyushmasini ko'rib chiqamiz. 1% deb hisoblasak. Birinchi udержаниеga o'tamiz. Udержание bazada mana shu ikkita narsa bor ekan. Relizda ko'raylik. Mana shu relizda turibdi shu narsalar. Lekin bular ishlamaydi. Shuning uchun profsoyuzni vznosi mana bu PRPZ degan past o'rtadagisiga kirib o'zgartirib chiqamiz. Kategoriya udержания mana shu turishi kerak. Keyin способ отраженияni yangi shakllantiramiz. Profsoyuzni udержаниеga sozdат qilib ochganimizda bunaqa narsa ochiladi. Bunga yozamiz profsoyuzni udержание счетga 6710 subshyot работник 6990 qilib qo'yamiz va buni tanlaymiz bu yerda. Способ расчета protsent berish kerak. Начисленияsidan protsent. Bu tayyorlangandan keyin keyingi ishimiz zarplataga o'tib, начисление plani udержаниеga o'tamizda qaysi xodimga bermoqchi bo'lsak, o'shani qaysi davrdan boshlab belgilaymiz. Bizning misolimizda yanvardan berdik. Shuning uchun datani ham data назначение yanvar qildik. Agar faqat bir oy bersak, data окончание ham o'sha oy oxiriga qilib qo'yamiz. Davomli bo'lsa tegmaymiz, davomli hisoblashni boshlaydi. Misolimizda Shoh Hakimov Akmalxon tanlandi. Profsoyuzni vznosi 1% qilindi. Bu kishini oyligini ko'rsak, oyligi bu kishini 5 million so'm, 1%, demakki 50 ming so'm bo'ladi. Zarplataga o'tamiz. Sozlama tayyor bo'ldi. Zarplataga o'tib ochamiz, tayyorlaymiz. Buni zaполнить qilganimizda hozir udержаниеga 50 ming so'm qo'yib qo'yadi. Провести qilib отчетga o'tib listokka ko'rsak bo'ladi. Расчетный listga pastga o'tsak, mana profsoyuzni 1% chiqarib qo'ydi.